Keyin bir necha soniya o'yladim-da, tavakkal qilib balandlikdan sakrab yordim. Suvda cho'kayotgan paytim, yoshligim, maktab paytlarim, oilam bag'oridaligim xayolimga keldi. İlk 18 yoshimni qarshilaganim va birdaniga ko'zim qorong'ulashdi. Hozirgina juda og'ir xabar oldik. Farzandimiz ahvoli juda og'irlashibdi. Na iloj. Shunday vaziyatlar ham bo'lar ekan. Qo'shnimda bir qancha pul olib turdim. Koreyaga farzandim yoniga yo'l oldim. Endi faqat Allohdan umidim bor. Iltimos, uyg'on. Men shu yerdaman. Axir sen har doim kuchli bo'lgan eding. 하나, 둘, 셋, 하나, 둘. 시간이 너무 지났습니다. 더 이상 방법이 없습니다. 삼가 고인의 명복을 빱니다. Alloh, farzandimni o'zing gunohlarini kechirgin. Men yaxshi ota bo'la olmadim unga. Orzu, havas, boylik menga kerakmidi? Yo'q. Va yana yo'q. Mana Koreyadan qaytyapman. Yuragimda og'ir yuk bilan. Hech bir ota-ona bunday sinovga duch kelmasin. Mana hammasi ortda qoldi. Shu sinovdan ko'ra qiyinchilikda yashaganim yaxshiroq emasmidi? Bu o'tkinchi dunyoda eng qimmat narsa farzand ekanini kech tushundim.